108 ta kitob balandligi shuncha bo'lar ekan. O'zim ham bilmasdim. Bu 1 yilda o'qigan kitoblarim. Avvalambor assalomu alaykum. Bir burchak kanalining turli platformadagi kuzatuvchilari, Telegramdagi, YouTube'dagi va Instagramdagi. Mana bugun bir burchakni jiddiy yuritishni boshlaganimga 1 yil to'ldi. Avvalo Telegramda, keyinchalik Instagramni qo'shdik va mana 2 oydan sal ko'proq muddat bo'ldi. YouTube'da ham videolar joylashni boshladim. Shu bir burchakni yuritayotganimga 1 yil to'lgani munosabati bilan video qilishga qaror qildim. 1 yilda o'qigan kitoblarimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bir hisobot o'laroq o'zim uchun ham, sizlar uchun ham bir qiziq bo'lar balki. Bu yerda hech qanaqa bir maqtanish yo'q. Mana shuncha kitob o'qidim yo buncha kitob o'qidim degan maqtanish yo'q va kasbim ham kitoblardan uzoq. Menga kitoblar o'qish bir hobbi sifatida yoqimli va juda ham yoqtiraman. Kimdirlar masalan futbol o'ynashni yaxshi ko'rishi mumkin, kimdirlar futbol tomosha qilishni yaxshi ko'rishi mumkin. Oramizda kimdir bo'lishi mumkin shunchaki velosiped uchishni yaxshi ko'rishi mumkin, ya'ni hobbi sifatida. Yoki kimdir serial ko'rar. Men esa kitoblar o'qishni yaxshi ko'raman, juda yaxshi ko'raman va o'qiyman. Kasbim boya aytganimdek, bu kitoblardan uzoqroq, professional kasbimga yoki ishimga aloqador emas. Ishim videolar syomka qilish va montaj qilish, ya'ni operator va montajchiman. 1 yil oldin bitta qarorga kelgandim. Mana shu oydan boshlab har oy tizimli davomli kitob o'qiyman deb. Ungacha ham kitoblar o'qirdim, lekin bitta o'qirdim, 2-3 oy o'qimasdim, boshqa qilardim va shunday qarorga keldimki, 1 oyda bitta kitob o'qisam ham yoki 10 kunda bitta kitob o'qisam ham davomiy o'qiyman. Har oyda shuni takrorlayman deb va qo'ldan kelgancha shu narsani yo'lga qo'ydim. Boshida biroz kamroq bo'ldi. Bu jarayonga tushib olish, ishlar bilan, oila bilan buni bitta tizimga tushirib olish biroz qiyinroq bo'ldi, lekin bir jarayonga, bir izga tushib ketdi. Jami 1 yilda 108 ta kitob o'qibman. Ko'rinib turgandek, mana shu kitoblar bir boshidan sizlarga buni ko'rsatmoqchiman. Mana o'tgan yili 1-oyda o'qilgan kitoblar, mart oyiniki. Bu yerda 7 ta kitob. Keyingisi aprel oyida 10 ta kitob ekan. Buni ko'proq bo'lishiga yana bitta sabab bor. Aprelda bo'shroq vaqtim ko'p bo'lgan. Mayda ham. Endi may oyidagi kitoblar 2 ta, 3 ta, 4, 5, 6, 7, 9 ta ekan. Adashmasam shunaqa. Keyingisi iyun ham juda samarali bo'lgan. O'zim uchun yaxshi kitoblarni kashf etganman. 3 ta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ta kitob o'qigan ekanman va ichida menga juda ham sevimli bo'lib qolgan kitoblar bor. Masalan, Monteskiyning Qonunlar ruhi bor buning ichida. Oy va sariq chaqa bor, Yashamoq bor. Bu kitoblarning ichida menga juda ham yoqqan. Keyingisi iyul oyida hozir aytaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ta kitob o'qigan ekanman. Buning ichida menga juda ham yoqqanlari Mahorat bo'lgan, Dorularqam bo'lgan, Ken Keseyning Kakku uyasi uzra parvoz bo'lgan, Rangin qushcha juda ham yoqqan. Xo'p, keyingisi avgust oyida 3 ta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta kitob o'qigan ekanman. Buning ichida juda ham yoqadigan kitoblar bor. Sabohiddin Alining kitoblarini o'qidim bu oyda. Keyin juda ham yoqqani Farzand tarbiyasida 700 saboh, keyin Asahiydan talaba. Keyingisi sentyabr, kuzga ilk qadamlar. Bu oyda 3 ta, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta kitob o'qigan ekanman. Buni ichida juda ham yoqqanlaridan bittasi mana bu kitob. Chernobil tavallosi va G'azzoliydan G'azab va hasad degan kitob juda ham yoqdi. Keyingisi oktyabr kuzda sariq kitoblar, sariq kitoblar oyligi bo'lgan. Menda shu oyda buning ichida voz kecholmoq bor va sariq kitoblardan do'stimiz tarjima qilgan Atrof to'la ahmoqlar kitobi bor. Juda ham yoqqan menga bu kitoblar.
keyingisi noyabr oyi. Noyabr oyida hozir aytaman 3 ta, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta kitob o'qigan ekanman. Mana buning ichida Jannat bor. Yaxshi kitob. Faqat men kutganimdan biroz darajasi pastroq chiqqan va oldin qayta o'qiganim Eljornonga atalgan gullarni o'qiganman. Juda ham yoqdi. Keyingisi bu dekabr, qishga kirib kelish. Bunda juda ham yaxshi kitoblar o'qidim. Buning ichida oldin o'qiganman, qayta o'qidim. G'arbiy frontda o'zgarish yo'q. Yovuz Bahodir o'g'lining Osman Gazi kitobi ham menga juda ham yoqdi. Bundan tashqari Erkin Azamdan kitob chiqqandi. Gonololuga elchi chiqishi bilan birinchilardan bo'lib mana shu kitobni boshqa kitoblarni yig'ishtirib qo'yib o'qidim. Juda ham yaxshi kitob. Keyin 2025-yilning 1-oyi yanvar. Yanvar oyi ham juda yaxshi ketdi. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ta kitob o'qibman. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda juda ham yaxshi kitoblar bor. Maymunlar sayyorasi ham yoqdi menga juda ham va Drayzerning G'olibini o'qidim. Italiya va Koreya hikoyalari, undan tashqari Aksdan 3 ta kitob. Va eng oxirgisi fevral oyi. Fevral oyida 3 ta, 6 ta, fevral oyida ham 9 ta kitob o'qibman. Bu oyda ham Erkin Azamning yana bitta kitobini o'qidim. Bayramdan boshqa kunlar va menga juda ham yoqqan Tolstoyning bir kitobini o'qidim. Inson neyla yashar. Keyin bundan tashqari o'tgan yili 2024 da Nobel olgan Han Kangning kitobini, Vegetarian kitobini ham shu oyda o'qidim. Menga juda ham yoqdi bu kitob. Ko'rib turganingizdek, bular jami 108 ta. O'zim ham bunaqa raqam bo'ladi deb o'ylamadim. Shunchaki kitoblarni boshladim va tugatganimdan keyin keyingisini boshladim. Xullas, birinchi 1 yillikda o'qigan kitoblarim shular. Xudo xolasa keyingi yilda nasib qilsa bundan ham ko'proq kitoblar o'qishni xohlayman. Balki keyingisida yuzlarim ko'rinmas kitob ko'pligidan. Nasib etsin shunday kunlar. Va bularning hammasini maza qilib o'qiganman. Menda hozircha shular do'stlar. Telegramda, YouTube'da, Instagramda kuzatib boring. Bir burchakda ko'rishguncha.